Chejudoni mana bulog'iga keldik, bulog'iga. Buloq chiqyapti mana. Mineral suvlari mana bunada. Suvlari bor mana. Bunday suv mana bunada. Tog'dan suv yog'ilib, sirg'ib tushar ekan. Shundan filtrlanib sotiladi suv. Jiddiy ham toza suv mana. Mana ketyapti mana. Endi ketadi mana. Hozir ko'prik ko'rinadi, o'sha ustiga chiqamiz. Da ne boramiz mana biza. Mana da avtomobilga qo'yib, sevishganlar rasmini tushyapti. Ketyapti. Sekin-sekin. Zinalardan chiqib ketamiz. Lazboy, shoshilib chiqyapsan-san. Suv ketadi mana bu mana. Suv ketadi mana jiddiy ham chuqurroq. Bunaqa chuqur joy. Ko'rinmayapti. Aniq. Toshdan zinalar chiqqan. Alan kuchli zinalar chiqyapti. Ha? Tepada. Past qayerga olib borar ekan? Past shu 270 metr qarang, juda ham chiroyli joyga olib borar ekan. Ha, 2. Zinadan ketyapti mana. Xatachilik. Qolganlar nerede qoldi? Yolg'onda. Sharflarmi? Ha? Daraxtlari ham boshqacha. Havosi jiddiy ham toza zo'r joy. Jejudo oroli. Ha, buloq suvidan ichyapti o'zimda. Keyin tabiat yaxshi, chiroyli joy. Ha. Mana vodopodni vodopod tushgan joyi bu. Pasti bu. Pastiga tushdi. Yur. Mana vodopod boshlangan joylar, tushib ketyapti. Biz tog' tepasida o'tiribmiz, hozir pastga tushamiz. Vodopodni boshlangan joyi. Biz mana tog' tepa tarafdamiz. Pastga yetib borgaysizlar, pastda odamlar yuribdi. Ayda. Vodopodga tomosha qilib nima qilyapti? Biz endi hozir pastga tushamiz. Mana vodopod boshlangan joyi. Hozir yog'ingarchiliklar kamda, kam tushyapti. Mana jiddiy ham to'lib oshadi deyapti. Toshib oqyapti deyapti ekan. Mana ketib chopamiz endi. Chaqon yurib, daraxtlar. Hozir lazboy. Toza ertak joylarga olib keldik-da buni. Mana shidan qaraganda jiddiy ham chuqur joy. Qaraganda mana. Yuqori jiddiy ham chuqur joy mana. Vodopod boshlanib ketyapti. Endi pastga tushamiz sekin-sekin. Mana kamerani nimaga beramiz? Lazboyga. Laziz, men iPhone ushlab buni. Qimillatmasdan ketib ketaveramiz. Yuradi. Oldingga yur. To'g'ri. Siz o't oling. Juda ham chuqur, Mutal aka. Ha? Shunday pastga tushamizmi hozir? Shunday pastga tushamizmi? Oo. O'sha opor kema. Ha. Yasirda. Xohlasa pastga tushamiz. Vodopod pastdan ko'ramiz. Yuqoridan qaradik. Ko'rdik.
Pastki tabiiy. Ha, Hey, ya. ha, tabiiy. Tabiiy. Ha, okalar ketyapti oldinda yo'l boshlovchi. Xatirchidan okalarimiz. Bular endi местный xalq. Ha, odamlarni qarang pastdan. Odamlar. Ya aynalib biz ham tushamizmi deyman pastga. Pastgacha. Cheon. Nima endi cheon? Cheon degan vodopad. Ha? Mang, metalik. Ya salqinmi? Qanaqa millat bilan? Malayziya ham. O, chiroyligini qarang. Chiroyligini qarang deyman. Tiniq suv bizga taraflarda yo'q-ku bunaqa suv. Qanday ish? To'xtang. Hadi, odam ko'psamang. Uchiring endi. Ha, mana yer, oy uchashatimiz. Yo'q, tushiramiz rasm. Ha, rasm uchadi mana. Olik. Salqin ekan. Salqinmi? Odamlar rasmlarga tushib, istarlarga semiyani rasmlarga tushyapti mana. Voy, Ovqat yesang bo'lmaydimi? voy. Nima uchun? Ha? Kim? Mana vodopodga keldik. Sevishganlar rasmga tushyapti. Minxe bilan Yonxe. Qarab qoldi. Mana Laziz. Mana Laziz, ana Minxe bilan Yonxe. Mana Yonxe bilan bu mana. Qanday pochchasi bilan ammasi. Ha, shunday rasmlarga tushiraman da. Laziz ushlab ana qizni. Hamma qiliqlar qilib odam rasmga tushadi. Nega nima bu mana bala o'tiribmiz skameykada mana. Tog'achalar oldida o'tiribmiz. Ha? Endi davr bizaniki bo'ldi. Odamlar niyat qilib tanga tashlagan mana yoqqa. Yer olsak ancha pul bo'ladi. Lazi? Tangalar terib olib. Suv muzlayapti. Sana tanga tasha. Issa, ton issa. Menga bersanmi? Ya, charing olmay anya. Bo'ldi. Endi xayr, endi tepada uchrashamiz.